Hürmetli dostlar, yaxshimsizlar, maşu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz Uyg'ur chalg'u asboblarının ichidagi so'qni chalg'ular turiga tava bo'lgan tambir chalg'usi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni bizningki shu bundan keyingi yo'lga qo'yilgan tambir darslarimiz ichidagi birinchi temamiz tambir haqida tushuncha. Tambir bo'lsa so'qni chalg'ular turiga tava bo'lgan Uyg'ur an'anaviy chalg'u asbobi. Tanbir atalg'usiniki to'g'ri atalishi bo'lsa tan, ya'ni inson tenidagi tan, qo'shilgan bur, ya'ni tanni burmalash, tanga xushlik yetkazgichi, tanga huzur bergichi degan ma'noda. Endi tanbirning qurilmasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi tanbirning bosh qismi. Tanbirniki bosh qismi. Tanbirning beshi bo'g'iz qismi bilan bir gavda bo'lib, bosh bilan bo'g'iz qismi bir gavda bo'lib, üzme yağıcıdan uyup çıkarıp yasalıydı. Mana şu baş kısmı mana şu geçen. Üzme yağıcıdan uyulup yasalıydı. İkincisi olsa tembirinin destisi. Mana şu görüp tuttuğumuz ama şu tembirinin destisi. Tembirinin destisi qarmoqi nayt uzun. Tembirinin destisi ama bütün bir gavda bulup üzme yağıcıdan paydalanıp yasap çıkarıldı. Tambirninki bu dastisinin qiyib ketmaslik uchun o'ttirdan yoki bo'lmasa ikki yerdan bosh tarafdan ostga, shu to'van tarafdan uloq ulinib yasaladi. Endi bu dastining qiyib ketmasligi bo'lsa, shu materialning quruq, ishlatgan materialning quruq yog'och hamda ulangan qismlarininki nihoyat puxta bo'lishi bilan belgilik munosabat. Uchinchisi bo'lsa tambirninki yuzligi. Görüp turibmiz, mana bu tambirning yuzligi. Tambirning yuzligi bo'lsa odat ayrim yasaladigan bo'lib, ya'ni pipaning yuzligiga ishlatiladigan to'ngmo yog'ochidan foydalanib yasaladi. Pipa chalg'usiningki mana shu yuzligi bilan tambirning yuzligining materiali bir yoqish materiali. Bu yuzlik materialninki yaxshi bo'lishi, andan keyin mana shu ulangan joylarning yapsa bo'lgan yerlarininki puxta bo'lishi, mana shu tambir ovoz qisininki yangroq ham mo'ngloq zor rol oynaydı. Tambirning yuzligi bo'lsa odatda o'ttir qismdan yapsa holatda yoki bo'lmasa o'ttir bir butun gavda ikki taraf yapsa holatda poch holatda silinadi. Ko'pincha do'stlarda shu tambirning yuzligi butun yuzligi bo'lsa tambirning ovoz yaxshi chiqadi degan bir xato qarash bor. Bu nima uchun yaxshi chiqmaydi deganda butun bir yog'och materialni akilibla bu yuzlikka choplab qo'ysa ovoz olsa yüzlükning titrishidan chiqadigan bo'lib, butun yog'ochning titrishiga qaraganda unda yapsa holatda silingan yog'ochningki titrishi bir qadar jaranglik, bir qadar yaxshi bo'ladi. Ovozmi texnik jaranglik, mo'ngloq, o'lchamlik chiqadi. To'rtinchisi bo'lsa tambirning hariki. Tambirninki hariki deb ataladi. Harakninki mazmut puxta bo'lishi asosan shu tambirning sozlanishi bilan ovozlarniki qiyib ketmasligi bilan. Andan keyin o'ng qo'l urganda, kuchlik besimli urgan chog'larda bu harakninki mildirab ketmasligi bilan zish munosabat. Shuning uchun harakninki yog'ochi bir qadar yo'lrak yog'ochdan, ya'ni salmoqi ig'roq, qattiqroq yog'ochdan silinsa, buningki önemi yaxshi bo'ladi. Yani ko'pincha do'stlarda bo'lsa, shu harakni shu yuzlikka choplab qo'ydigan, shu harakning ostini yuzlikka choplab qo'ydigan bir xato qarash bor. Bu nima uchun xato deganda, chunki shu harakning titrishi, andan keyin yuzlikning titrishi bilan bu simdan chiqqan sada yangroq bizga anglag'uvchilarga texnik yaxshi muzikalik ovoz o'tadi. Agar bu harak yuzlik choplanib qolsa, bu harak yuzlik choplandi degan gap, birinchidan harakning titrishi, ikkinchidan yuzlikning titrishi to'sqinlik uchraydi deydi. Simdan chiqqan sada bu yerda to'sqinlik uchrab, ovozning titriq chiqib qoladigan, to'van chiqib qolganlarga asosiy sabab bo'lib qoldi. Endi bo'lsa tambirninki boshqa haraki, ya'ni ma'o qismida mana bu yerda tambirninki boshqa haraka topilgan yana bir haraki bor. Bu asosan shu harak bilan o'xshash bo'lgan yog'och materialdan yoki bo'lmasa so'ngakdan yoki mo'ngizdan foydalanib yasaladi, do'stlar. Harakninki boshqa harak, ya'ni bulbulak tapmoqda. Endi boshqa harakninki shu 5 sim dastaydigan o'rni nihoyat bir-birisi bilan takshi tuz holat bo'lmasa, bu tambirning soz bo'lishiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi.
yoki tembirimizning kayni tari sozulmaydi yoki pədi bassak, pədiler tembir saz olsa pədiler gelmeydiğen yoki olmasa pədiler çakadigan ahvaldan mümkün değil. Hem de altıncısı ise tembirinin kulağı. Görüp durduğumuz tembirde 5 tal kulak var. Ölçemlik tembirlerinin olsa, buna müddətsinin aldı tarafı da 3 tal, makayının yan tarafı da 2 tal kulak var. Yettincisi olsa tembirinin sım ılgısı. Sım ılgı dediğimiz tembirinin ki astı kısmında, yani kalınınki müngüzüden yoki bo'lmasa so'ngakdan foydalanib, işte yaprak qiyasida quyak chopqindi. Andan keyin so'ngakdan yasalgan mix bilan 3 tal qeqib quyak kirgizib qo'ydik. Bununla biz tembirga soladigan simlarni elib, tortib quloqlarga sas qilamiz. Endi bu sim ulg'oninki turaqli puxta bo'lishi tembirni chin saz qilganda mana mishaninki ko'tarilib qo'mirilib ketmaslik uchun. Chunki bu chin saz qilgandan 5 talsin besim bilan tortilganda misha tutilmasa bu yerda qo'mirilib chiqadigan ahvollar ko'p uchraydi. Shuning uchun alayda ahamiyat berib yasaydi. 8-inchisi esa tembirninki simlari. Biz bilamiz tembirda 5 tane sim bor. Yani oldi bir juft sim, o'ttir sim, orqa bir juft sim deb bo'linadi. Oldi bir juft sim bilan o'ttirdagi simga 32-nomerlik sim solamiz. Oldi bir juft sim asosli bizning melodiya o'ynaydigan, melodiya chaladigan simimiz. O'ttir sim bilan kayni sim bo'lsa, bizningki sado yondiradigan yoki akkord ovozlarni interval ovozlarni chalganda foydalanadigan simimiz. Arka bir juft sim olsa 31-nomerlik simni ishlatamiz. Ya'ni oldidagi va o'ttirdagi simlardan bir daraja qalin bo'lgan simlar 31-sim solamiz. 9-inchisi esa tembirning pədilləri. Tembirde jami 34 tal pədillik var bo'lib, oxiramlik, qattiq silyodan foydalanib yasab chiqiladi. Bunu çiliyorib vaqtning o'tishiga ergishib turib turdi. Buni turganda vaqtni almashtirib turishga diqqat qilishimiz kerak. Bo'lmasa ovoz tushiga ta'sir etadi. Endi 10-inchisi bo'lsa, tembirninki qo'sh yuzligi. Tembirning paloqchisi deb ataladi, yerlik. Endi bu qo'sh yuzlik bo'lsa, mana meshadan şu muzikaning belgisidan meshagacha ayrim yasaladigan bo'lib, buni üzüm yağıcıdan foydalanadi. Buningda jami 13 tal pədi bor. 13 tal pədi çaplandı. Tembirning yuqori ovoz, ham mo'liq ovoz beradigan bo'lakları mana meshaga. Yoki naqshlarning avjalarini chalganda yoki yuqori ovozli melodiyalarni chalganda biz mana qo'sh yuzlik pədilardan foydalanib chalamiz. Bu qo'sh yuzlikninki yuzlik chaplashib qolmaslik uchun yüzlük bilen mana shu araliqninki tegib qolmasligi bu muhim masala. Agar bu qo'sh yuzlikninki ichki tarafi yuzlik tegib qolsa, bu yuzlikninki titrashini to'sib, ya'ni ovozninki yangroq chiqishiga ta'sir ko'rsatadi. 11-inchisi esa tembirninki olqonchisi. O'ng qo'limizni qo'yib turib tembir chalgan qismi bo'liki. Tembirning olqonchisini deb ataladi. Bu bo'lsa bir beliq shaklida. Qarasak bir beliqning shakliga o'xshaydi. Bu tembirninki o'ng qo'l mahoratininki texnik ravon o'rindilish uchun biz ko'p foydalanib keldi. Hamda shu tembir chalganda o'ng qo'limizniki yuzlik tegib turib ovozni tutib olishidan saqlanadi. Tembir chalg'usiniki shu hozirgidek ko'rgan nafis holat kelishiga sabab bo'lgan birdan-bir ustozimiz bo'lsa, Dutta Peridat namlagan müzik tadqiqotchisi marhum ustozimiz Musa Ro'zatanninki isloh qilishi bilan musholat qilgan. Hamda buningki qo'sh yuzlik mobillik qismlari bo'lsa, bizningki yana bir mashhur go'zal san'at peshvorimiz marhum G'ozamat ustozniki loyihashi bilan vujudga chiqqan. Tembirninki hozirgi shunday chiroyli ko'rkam holati yana bizning ustozlarimizning ajridan orib qarash qilinadi. Shuning bilan ko'pchilik bugun 1 soatlik darsimiz mashada oyoqlashdi. Ya'ni tembir to'g'riliq biz qisqa tushunchaga ega bo'ldik. Bunaqa mazmunli darslarimizni vaqtida ko'rib anglab turishingiz uchun yurak berib saqlab olishinglarni, ko'proq do'stlaringizga tavsiya qilib qo'yishinglarni, ko'proq inkaslarni qoldirib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga.